used to hamda be used to odatlanib qolgan degan ma'nolarni beradi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, used to faqat o'tmishdagi odatlanib qolgan odat yoki holatlarga nisbatan olinadi. Subject plus used to hamda verb, ya'ni verb oddiy holatda keladi. Hech qanday o'ziga qo'shimcha olmaydi. Misol keltiradigan bo'lsak, I used to live in Tashkent. Men Toshkentda yashar edim. Hozirda esa u yerda yashamayman degan ma'noni keltiradi. Used to e'tibor bergan bo'lsangiz, fe'l oddiy shaklda. Va keyingisi be used to ga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda, hozirgi vaqtda nimagadir odatlanib qolgan ish-harakatlarga nisbatan aytiladi. Formasiga keladigan bo'lsak, ya'ni subject ega, undan keyin to be fe'li subjectga mos holatda hamda used to used to dan keyin noun yoki verb ing holatda kelishi mumkin. Misol keltiramiz. I am used to waking up early. Men erta turishga odatlanib qolganman. Demak, subject ega, to be fe'li kelyapti hamda used to va fe'l ing holatda kelyapti. Yanada aniqroq tushunish uchun misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi gapimiz. I bosh joy eat sweets every day when I was a child. Bolalik paytimda har kuni shirinlik yer edim. Bu degani hozir yemaydi. Shunda A variantimiz to'g'ri. I used to eat sweets every day when I was a child. Ikkinchi savolimiz. She isn't bosh joy living alone yet. U haligacha yolg'iz yashashga odatlanmagan. Demak, hozirgi odatini nazarda tutyapti. Shunda to'g'ri variantimiz A variant. She isn't used to. Uchinchi savol. She bosh joy go to the gym but now she exercise at home. U sport zalga borar edi, lekin hozirda u uyda mashq qilyapti. Shunda qaysi javob to'g'ri?